Oddiy restoranning ko'rinishi mana bunday bo'ladi. Lekin premium to'yxonaning ko'rinishi mana bunaqa. Sezganingizdek, biz hozir to'yxonalarning fasadi haqida gaplashamiz. Restoran fasadingizni mana bunaqa naqshlar bilan hashamatli qilishingiz yaxshi, lekin aynan palma o'rnatsangiz nimalar bo'ladi? Asosiy 3 ta afzalligini ko'rib chiqamiz. Asosiy sababini oxirida aytaman. 3-sababi sizning restoraningiz boshqa restoranlardan farq qiladi. Ya'ni mana shunday palmalar eksteryeringizning chiroyini yana ham oshadi. Restoran to'yxona egalari har yili trendda bo'lishlari kerak. Va aynan siz mana shu palmalarni o'rnatib, yangilik qilgan holda 2026-yilning to'ylarini o'zingizda qilib olishingiz mumkin. Birinchi sabab bu palmalar tekin reklama. Hattoki hozir buk va bannerlarga ham soliq to'lanayapti. Siz bu palmalarga soliq to'lamaysiz, suv quymaysiz, qaramaysiz, qishin, yozin kechasi yonib, yangi mijozlarni jalb qilib turadi. Mana shu 20 ta barglik 7 metrlik palmalarimizni o'rnatganimizga 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri barglari to'kilmasdan, shamollarda, qor yomg'irlarda sinmasdan bir xil yangiligicha turibdi. Va aynan sizga ham mana shunday palmalarni o'rnatish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Top palma butun O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beramiz.